Assalomu alaykum aziz obunachilar, do'stlarim. Mana bugun biz Samarqandda turibmiz azizlar. Mana Samarqandga keldik. Hozir sizlar bilan birgalikda aylanib ziyorat qilib chiqamiz. Sheriklarimiz ham bor hozir. Mana aziz do'stlar, bu sheriklarimiz ham bor mana birgalikda Registonga keldik. Mana bu tarafda mana Samarqand boshlanar ekan, mana to'g'ri. Hozir kiramiz bo'ldi. Bu yerda mana bu haykal Islom Karimov haykali mana qo'yilgan ekan. Mana shu yerda turibmiz mana azizlar. Qani endi ketdik mana. Ukalar, mana azizlar, bu ikkoviz sizga tatamiz ularni ham. Qani bir Samarqand haqida bilganlaringizni ayting qani, nima? Mana bugun biz Samarqand Masayki viloyatiga keldik. Mana bu maqbara eng mashhur maqbaralardan bittasidir. Bu maqbara O'zbekistonning birinchi poytaxti hisoblanadi, Registon maydoni. Yaxshi insonlar o'tgan to'g'ri. Eng yaxshi insonlar o'tgan. Ketdik unda, ko'raylik, davom etaylik. Qarangizlar azizlar, obunachilar. Juda baland devorlar mana. Samarqand. Registon maydoniga keldik mana azizlar. Bu xonim minorasini qarangizlar, qurdirgan. Mana ikkita. Ko'rishda davom etayliklar. Hozir sizlarga chiroyli qilib ko'rayapman. Hozir mana Samarqandni qarangizlar. 4 ta maqbara bir-biriga, 3 ta maqbara ketyapsizlar. 3 ta maqbara bir-biriga qarab turibdi mana. Mana yerlari marvar toshdan kerilgan ekan. Odamlar o'tiradigan joylar mana. Maydonni qarangizlar, maydon. Maramir bilan kelgan. Samarqand. Suratga tushyapti ukaxonlarimiz rasmga. Aziz obunachilar, biz kiramiz deb borgan edik, hali bir ancha vaqtli ekan. Ochish biz soat hozir necha bo'ldi soat muhrim? 6:30. Hozir 6:30 bo'ldi, 8:30da ochilar ekan. 2 soat vaqt bor ekan. Shuning uchun kira olmadik hozir. Kutishga to'g'ri kelyapti, kutamiz. Hop, bu yigitlardan ham ikkoviz suhbat qilaylik. To'xtang, voylar. Ikkoviz shu Samarqand haqida ikkoviz qani? Samarqandda turibmiz ama Registonga keldik, hozir paka javob. Kulish. Bu ukamizdan ham mana ikkoviz shu Samarqand haqida so'zlar. Aytinglar, nima savol berasiz? Nima javob berasiz? Hop, Samarqand Mana bu otni nima deyapsiz? Aziz obunachilar, mana bugun sizlarga mana aytayotganimdek Samarqandda turibmiz. Hali vaqtli ekan ochilishiga. Hozir soat 6:30 bo'ldi, 8:30da ishga tushar ekan. Dollarni belgilab olamiz, kiramiz. Ichkarilarda sizlarga nasib inshaalloh. Samarqand. Juda ajoyib minoralari, qadimiy minoralar azizlar. Buning
agar oldida turib shunday diqqat bilan tomosha qilsalaringiz rohatlanasizlar azizlar. Shunday qilib sizlarga tomosha nima qilishda davom etayveramiz azizlar. Like bosib degandayin yashangizlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin mana azizlar. Yana hozir boshqa joylar azizlar, gullarga qarangizlar. Registon maydoni oldida shunday ajoyib chiroyli gullar yigilgan ekan, mana qarangizlar. Hidlari anqib turibdi. Mana hozir devorlari va kraskalari nimadan gullangan, shu haqida ham gapirib o'taman. Devorlarni qarangizlar azizlar, devor. Qarangizlar, shunday mustahkam bo'lib qurilgan, asrlar davomida mana turibdi. Hech desa biron joyi yorilib biron nima bo'lgan yo'q, qarangizlar azizlar. Gap yo'q bu yer. Mana hali ham baquvvat. Qishlarni qarangizlar, qishlari. Bunday razmeriga qarangizlar, juda oldindagi 20 bo'lganiga qilmang qarshim 28 sm endilikda g'ish. Shu vaqtda shunday quyilgan azizlar. Tashqari taraflari azizlar, like bosib kuzatishda, tomosha qilishda davom etaveringizlar. Mana shunday ziyoratgoh joylarga ham kelishlaringizni sizlarga ham tavsiya qilamiz. Kelib mana buni shu televizorda ko'rasizlar, televizorda yoki YouTube kanallarida ko'rasizlar. Oddiy bo'lib ko'rinadi. Agar mana shu oldiga haqiqiy mana bu kelib ko'rsalaringiz, qandaydir odam bir bo'lak boshqacha bo'lib ketadi-da. Tarixiy nimalar turibdi, ham ko'rinib turibdi. Podshohlar o'tgan bu yerda, bekliklar o'tgan. Shunday qilib olimlar bo'lgan. Mana qarangizlar. Bu nima bo'lsa ham, nima bir maqbara deng. Mana taraflari. Bu tarafini ko'raylik. Azizlar, mana shu Samarqanddagi mana shu minoraga urilgan kraskasini o'ngmaydi ham ekan. Rangi o'zgarmagan, mana necha asr bo'lgan bo'lsa. Mana shu Samarqandga mana shu gullangan gulining kraskasini olimlar mana butun dunyodan kelib ko'rib, nimadan qilganini bilmaydi, hozirgacha bilolmayotgan ekan do'stlar. Chunki bu sir ekan, shu Bibi xonim davrida sir bo'lib qolgan ekan azizlar. Chunki buning ustalari juda mashhur ustalar bo'lgan va kraskasi nimadan qilinganini hech kim bila olmaydi hozirgacha. Mana shunaqa gaplar. Mana azizlar, bu shunday qilib bu Samarqandning urilgan mana shu kraska rang hozirgacha hech kim topolmayotgan ekan. Buni qanday kraskadan bo'lganini qarangizlar. Bu o'ngmaydi ham ekan, mana juda chiroyli bo'lib turibdi. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yingizlar. Sizlarga manfaatli videolar chiqarib turamiz.
Shunday qilib Samarqandamiz azizlar aziz. Davay ketdik. Mana bu orqa tarafi. Samarqandning orqa tarafi mana. Orqasi mana. Hurmatli obunachilar, hozir Islom Karimov boboning qabristoniga borib ko'ramiz. Hali ketdik. Kuzatishda davom etaveramiz azizlar. Mana bu xonim maqbarasi kelyapmiz. Mana bu tarixda bu nima qilingan. Hozir ichkari kiraylik. Aziz obunachilar, mana Bibi xonim maqbarasiga keldim. Bibi xonim qurdirgan mana saroylar ekan, qasr. Azizlar, mana hozir. Azizlar, haliyam biz Samarqandamiz. Mana Bibi xonim o'zi qurdirgan maqbara. Eng baland oldidan kelib qarasalaringiz shunday tepalikka shu tagidan turib shunday qaraganda boshingiz aylanadi. Qanday qilib qurgan buni? Nima yordamida? Aqlga sig'maydigan ishlar bo'lib ketgan, qarangizlar. Bu vaqtda kran bo'lmagan. Ko'tarib berish kran yoki lissa bo'lmagan, qarangizlar. Lek bu agar oldiga kelsalar mana katta qilib ko'rsatyapman. Juda tepa. Azizlar, bu xonim maqbarasiga keldik. Mana ko'ringizlar. Ichkarisiga kiramiz. Ichkarisi ochiq ekan. Mana bu taraf, orqa tarafimdagi Islom Karimov qabrlari. Bu yoqqa ham boramiz. Sizlarga ichkarisini ko'rsatib o'tay. Давид, а? Можно послушать? Вот chet ellardan ham mehmonlar kelib mana polni video qilyapti. Azizlar, откуда вы? Откуда? Из Москвы. Из Москвы, да? Так, смотрите, ребята. Ichkariga kiramiz. Mana obunachilar bizim sheriklar mana meni aytmay kirib ketdi. Bibi xonim masjidda ekan. Bibi xonim masjidmi ekan?
Kirib chiqdilaringizmi? Voy ikkovimiz bu xonim maqbarasini masjidni kirib ko'rdingiz, ha? Qanday ekan ichkarilari? eski hol. Shu holatda turibdi. Shu holatda turibdi. Bilan necha asr bo'lgan bu, agar bilsangiz? Buyoq bitta katta. Buni bilmagandan keyin nechanchi yil qurilgan bu? Aha, uzoqroqdan olyapmiz. Mana shu maqbarani minoralarida gumbazlar hammasini bu отдельно-da. Registondan ekoning orasi bir 1 kilometrcha bor, 1 kilometrdan keyin mana shu Buvi xonimning maqbarasi. Buvi xonim imенно o'zi uchun mana qurdirgan ekan vaqtida mana shuni. Azizlar. Shunaqa. Mana Buvi xonimning qabristoniga boryapmiz mana shu tarafda ekan. Va Islom Karimov shu tarafga qo'yilgan ekan. Hozir borib bir ko'rib ketamiz. Qaranglar, Samarqand shahri. Most ustidan olyapman. Bu bir mostda turibman mana qarang. Bu da chiroyli naveslar buni most qilgan ekan. Bu ham qabristoniga ketadigan most. Bu tarafdan keladi mashinalar. Oh. Şapesi kımınlaydı. Azizlar bana bu binaların aslında Islom Karimov qabrlari ekan, qabristoni. Mana shu yerga qo'yilgan ekan Karimovga. Şöyle kelib turibmiz. Mana ichkarisiga ham hozir boramiz. Şu mramor toshning ostida, tagida. Mana ziyoratga Islom Karimov qabri mana. Ustalar ichkariga kirgizmaydi, biron kishini. Mana faqat 3 ta sedana turibdi. Podshohlar kelib, mana shu yerga ichkariga kirib ziyorat qilib ketadi. Endi Taşı devam etamiz. Bu xonimning qabristonini ziyorat qilamiz. Qani ketdik. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda Ebi Lahab ma aghnâ anhu maluhu ve ma keseb. Seyaslâ nâran zâte lahab ve imra'atuhu hammâletel hatab fî cîdihâ hablum min mesed. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Sadaqallah. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Kur'an-ı Kerim hasbuna. Başta babamızın şuna başta kılıp Allah'u müşahadayla kabirlerini Kur'an'ları bile münavvereyle Rabbena atina fid dunya hasenat ve fil ahireti hasenat ve qina sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın biz hozir Islom Karimov qabristonining mana shu yerga joylashgan ekan. Shundan chiqdik. Tepalikda turibmiz. Mana u Buvi xonimning masjidi ekan, o'zi qurdirgan masjidi.
Bu yolg'iz turgan mana bu gumbaz Buvi xonimning qabristoni ekan. Mana shu yerga Buvi xonim qo'yilgan ekan. Sizlar mana go'zal Samarqand shahriga kelingizlar. Mana men sizlar bilan xayrlashib qolaman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yaveringizlar. Azizlar, sizlarga manfaatli videolar chiqarib turaman. Xayr ko'rishguncha.